Qarang, prostatit uchun quvvat dori beriladi. Erkak kishiga urug'liklardan tayyorlangan urug'likni foizini ko'taradigan beriladi. Jinsiy zaiflikni tiklash uchun kuchalar beriladi. Keyin qarang, mana bu shirinmiya yallig'lanishlar uchun shirinmiya beriladi. Keyin siydik yo'lini tozalash uchun, o'sha peshob yo'lidan, qum, toshlardan tozalash uchun ruyan beriladi. Bular hammasi $100 ning ichida. Erkak kishida testosteronni ko'tarish uchun mana bu valerianka bilan mana bu zolotoy korin. Mana shu ikkalasini birga qo'shib ichasiz. Erkak kishida testosteronni ko'taradi. Erkakga mumiyo beriladi. Har kuni kechqurun mumiyo ichib yotasiz 1 grammdan. Qovug'ingizga mana bo'rsiq yog'ini surtib, imbirni kompress qilasiz. Imbirni 1 choy qoshig'ini asalga qo'shasizda, qovug'ingizga 1-kun, 2-kun belingizga, 3-kun oyog'ini tagiga qilib kompress qilasiz. Bu общий hozir ko'rsatganlarim prostatani kurs lecheniyasi. Общий $100 bo'ladi.